Siz hech qachon ko'chada qolganmisiz? Boshingiz ustida tom, cho'ntagingizda bir tiyin yo'q. Faqat yomg'ir va sovuq shamol hamrohingiz bo'lganda inson nimalarga qodirligini bilasizmi? Men o'sha tunda shunchaki boshpana izlagandim. Eski dugonam Dilnozaning eshigini qoqqanimda, bu eshik nafaqat issiq uyga, balki mening hayotimni ostin-ustun qilib yuboradigan do'zaxiy ehtirosga ochilishini tushimda ham ko'rmagandim. Dushxonadagi bug' begona erkakning nafasi va dugonamning bir qadam narida ekanligi. Bu hikoya xiyonat haqida emas, bu tubsizlikka qulash haqida. Tinglang, bu mening iqrorim. 2023-yilning kuz oqshomi edi. Oktyabr oyining oxirgi shanbasi. Erimdan ajrashganimga roppa-rosa yarim yil bo'ldi. O'sha kunni, o'sha sovuq vidolashuvni har kuni tushimda ko'raman. Stol ustida qoldirilgan kalitlar. Uning orqasiga qaramay chiqib ketishi. Uy ichidagi o'lik sukunat. U ketdi. O'zi bilan birga mening ishonchimni, orzularimni, kelajagimni ham olib ketdi. Men bu katta va shafqatsiz shaharda yolg'iz qoldim. Eski hayotimdan voz kechishga majbur bo'ldim. Shahar chekkasidagi devorlari nam tortgan, derazalardan shamol uvillab kiradigan eski bir xonadonni ijaraga oldim. Bu uy emas, shunchaki boshpana edi. Kechalari shiftga tikilib yotar ekanman, qo'shnilarning janjalini, ko'chadagi daydi itlarning vovullashini eshitardim. Har oyning oxiri men uchun dahshatga aylanardi. Ijara puli. Bu so'z mening bo'g'zimga yopishgan qo'l kabi edi. Ishlayman, tinim bilmayman, lekin topganim ro'zg'or va ijaradan ortmaydi. O'zim bilan o'zim kurashib yashardim. Mana bugun ham o'sha kun keldi. Ishdan charchab, holdan toyib qaytayotgandim. Tashqarida kuzning zaharli yomg'iri sharros quyayotgandi. Oyoq kiyimim o'tib ketgan, ko'ylagim shalabbo. Faqat bitta narsani, tezroq o'sha sovuq bo'lsa ham, o'z uyimga kirib, ko'rpaning tagiga berkinishni xohlardim. Lekin taqdirning men uchun tayyorlagan rejasi boshqa ekan. Eshik oldida uy egasi, semiz, badqovoq ayol turardi. Uning nigohi yomg'irdan ham sovuqroq edi. Pul bormi deb so'radi u salom-aliksiz. Xola, iltimos. 3 kun muhlat bering. Oyligim kechikdi deb yolvordim. Yo'q. Bugun to'lamasang kirish yo'q. Narsalaringni olib chiqib ket dedi u qat'iy. U eshikni qulflab oldi. Men ko'chada yomg'ir ostida qoldim. Qo'limda kichkina sumkam, cho'ntagimda esa umidsizlik. Qayerga boraman? Kimga sig'inaman? Ota-onam uzoqda, ularga dardimni aytib siqqim kelmadi. Qaltirab telefonimni oldim. Kontaktlar ro'yxatini titkiladim. Ko'zim bir ismga tushdi. Dilnoza. Bolalikdagi dugonam. Yillar davomida gaplashmagan, har xil yo'llardan ketgan dugonam. U boy badavlat oilaga kelin bo'lganini eshitgandim. Ikkilandim. G'ururim yo'l qo'ymasdi. Lekin sovuq suyak-suyagimdan o'tib ketgandi. Qo'ng'iroq qildim. Uzoq gudoklar. Ko'tarmasa kerak deb o'yladim. Alo. Tanish, lekin biroz begonalashgan ovoz eshitildi. Dilnoza. Bu menman. Iltimos, yordam ber. Bir kechaga joy kerak dedim yig'lamsirab. U jim qoldi. Bu sukunat men uchun asrdek tuyuldi. So'ng qisqa javob berdi, kel. Manzilni tashlayman. Dilnozaning uyiga yetib borganimda o'zimni xuddi boshqa sayyoraga tushgandek his qildim. Shahar markazidagi hashamatli ko'p qavatli uy. Liftning o'zi mening ijaraga olgan uyimdan toza va yorug' edi. Eshikni Dilnoza ochdi. U o'zgargan edi. Yuzida o'ziga bo'lgan ishonch, kiyimlarida did, harakatlarida aslzodalarga xos viqor bor edi. Kir dedi u jilmayib. Bu tabassumda eski qadrdonlik ham, biroz achinish ham bor edi. Ichkariga qadam qo'yganimdan boshlab nafasim tiqilib qolgandek bo'ldi. Hamma narsa yaraqlagan, yo'lakda qimmatbaho gullar, devorlarda rasmlar. Havoda qimmatbaho atir va yangi damlangan qahva hidi taralgandi. Uning hayoti muvozanatda, hamma narsa joy-joyida ekanligi shundoq sezilib turardi. Mening hayotim esa shunchaki vayrona edi.
Biz oshxonaga o'tdik. Dilnoza menga issiq qahva va shirinliklar qo'ydi. Hayot qiyin, dedi u piyolani uzatib ko'zlarimga tikilib. Lekin har bir qiyinchilikdan keyin yengillik keladi. Men hali o'sha yengillikni topolmadim, dedim achchiq jilmayib. U menga diqqat bilan qaradi. Ko'zlarida ortiqcha savol yo'q edi, faqat tushunish bor edi. U mening shalabbo kiyimimga, qaltirayotgan qo'llarimga qaradi. Yomg'irda qolibsan, muzlab ketibsan. Yur, dush qabul qilib ol, dedi u muloyim ovozda. Yengil bo'lasan. Dush qabul qilish. Bu taklif menga xuddi jannatga kirish taklifidek eshitildi. Issiq suv, toza xona. Men bunga qanchalar muhtoj edim. Dilnoza meni keng va yorug' yuvinish xonasiga boshlab kirdi. Mana sochiq yangi xalat. Bemalol yuvinaver. Men yotoqxonada bo'laman, dedi-yu chiqib ketdi. Dushxonada yolg'iz qoldim. Ko'zguga qaradim. U yerda charchagan, ko'zlari so'ngan, hayotdan to'ygan bir ayol aksini ko'rdim. Kiyimlarimni yechdim. Issiq suvni ochdim. Suv terimga tekkanda u nafaqat tanamni, balki ichimdagi muzlagan yolg'izlikni, alamni va yashirin istakni ham uyg'otdi. Anchadan beri erkak kishi bilan bo'lmaganman. Tanam mehrga, teginishga tashna edi. Issiq suv ostida ko'zlarimni yumib, bir zumga barcha muammolarni unutishga harakat qildim. Dushdan chiqib, sochiqqa o'ranib turganimda eshik taqilladi. Kirib chiqaymi? Bir narsam qolib ketibdi, dedi Dilnoza. Kir, dedim. U kirdi. U ham yechini boshladi. Men ham bir chayilib olay, erim kelishiga tayyorgarlik, dedi u kular yuz bilan. Men uni kuzatdim. Uning oppoq, parvarishlangan badani. Lekin e'tiborimni boshqa narsa tortdi. Uning qomati. Biroz to'lishgan, harakatsizlikdan bo'shashgan edi. Dilnoza dush kabinasiga kirdi. Suv shillillab oqa boshladi. Kabina oynasi xira bo'lgani uchun uning faqat silueti ko'rinardi. Men ko'zgu oldida sochlarimni quritayotgandim. Fenning ovozi g'ullardi. To'satdan fenni o'chirdim. Eshik ortidan erkak kishining yo'g'on ovozi eshitildi. Dilnoza, hali ham dushdamisan, jonim? Muzlab qoldim. Bu uning eri edi. Men nima qilishni bilmay qoldim. Men yubka sochiqqa o'ranganman, ich kiyimsizman. Dushxona eshigi qulflanmagan. Ovozga javob berishga ulgurmadim. Dastgohga yopishib, go'yo tish yuvayotgandek turib oldim. Umid qildimki, u hozir kirib kelmaydi. Lekin qadam tovushlari yaqinlashdi. Eshik tutqichi buraldi. Yo'q, deb ichimda baqirdim. Eshik ochildi. Ostonada baland bo'yli, kelishgan, faqat beliga sochiq o'ragan erkak paydo bo'ldi. U kirib keldi va meni ko'rib to'xtab qoldi. Men og'zimda tish pastasi bilan, qo'rquvdan ko'zlarim katta-katta ochilgan holda unga tikilib qoldim. U bir zum menga, keyin ishlayotgan dush kabinasiga qaradi. Dilnoza ichkarida suv ovozidan hech narsani eshitmayotgan edi. U chiqib ketishi kerak edi. Uzr so'rab eshikni yopishi kerak edi. Lekin u bunday qilmadi. Uning nigohi mening yalang'och yelkamga, sochiq ostidan ko'rinib turgan oyoqlarimga tushdi. O'sha nigohda hayrat emas, balki yovvoyi bir uchqun paydo bo'ldi. U sekin eshikni yopdi va qulfladi. Mening yuragim to'xtab qolayozdi. U menga yaqinlashdi. Juda yaqin. Men ortga tisarildim, lekin orqamda devor bor edi. Chiqib keting demoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmadi. U indamadi. Faqat ko'zlarimga tikilib bir qadam oldinga tashladi. Dushxonada g'alati, bo'g'uvchi va ayni paytda elektrli bir sukunat hukm surardi. Faqat suvning shildirashi va bizning tezlashgan nafasimiz. U mening yonimga keldi. Uning erkaklik hidi, issiq nafasi meni o'rab oldi. U qo'lini uzatib nam sochlarimga tegdi. Bu teginish, bu xuddi olovdek edi. Qo'rquv bilan birga yillar davomida uxlab yotgan, bosilgan ehtirosim uyg'ondi. Men dugonamga xiyonat qilishni istamasdim. Men bu uyni buzishni istamasdim. Lekin shu lahzada
Men ojiz edim. U orqamga o'tdi. Uning ko'kragi mening yalang'och yelkamga tegdi. U belimdan mahkam ushladi. Men qarshilik qilmoqchi bo'ldim. Qo'llarim bilan uning qo'llarini itardim. Lekin u kuchli edi. Va eng yomoni, mening tanam unga qarshilik qilishni xohlamayotgandek edi. U sochiqni sekin pastga tushira boshladi. "Iltimos, Dilnoza", deb pichirladim men. "U eshitmaydi", dedi u qulog'imga past xirillagan ovozda. U band. O'sha daqiqada dush kabinasining eshigi qiya ochildi. Men o'lib qolayozdim. Tamom. Hozir hammasi tugaydi, deb o'yladim. Dilnozaning qo'li ko'rindi. U shampun shishasini qidirayotgandek edi. Biz ikkimiz ham haykaldek qotib qoldik. Uning eri meni o'ziga yanada mahkamroq bosdi, go'yo meni o'z tanasi bilan to'sib qolmoqchi edi. Dilnoza shampunni oldi va eshikni qayta yopdi. Biz chuqur nafas oldik. Bu xavf, bu adrenalin bizni yanada junbishga keltirdi. U meni ko'tarib oynali stol ustiga o'tkazdi. Endi ortga yo'l yo'q edi. Uning harakatlari dadil va talabchan edi. Mening tanam og'riq va lazzat aralash bir olov ichida yonardi. Uning har bir teginishi, har bir harakati meni dunyodan uzib qo'ygan edi. Men tovush chiqarmaslik uchun labimni tishladim. Dushdagi suv ovozi bizning sirimizni yashirib turardi. Bu xiyonat edi. Bu eng tuban ish edi. Lekin shu bilan birga bu mening yolg'iz, sovuq va azobli hayotimdagi eng yorqin, eng unutilmas lahza edi. Biz xuddi o'g'rilardek shoshib, ehtiros bilan, vaqt bilan poyga o'ynardik. 10 daqiqa, balki 15 daqiqa. Bu vaqt ichida men butun umrga tatigulik hissiyotlarni boshdan kechirdim. Biz bir-birimizga tikilib so'nggi nuqtaga yetdik. Uning nafas olishi og'irlashdi, men esa holsizlanib uning yelkasiga boshimni qo'ydim. Suv ovozi o'chdi. Bu signal edi. Biz tezda ajraldik. U chaqqonlik bilan sochiqni beliga o'radi va eshikni ochib tashqariga chiqib ketdi. Men titrayotgan qo'llarim bilan sochiqni o'ranib, yana ko'zgu oldiga qaytdim. Yuzim qip-qizil, ko'zlarimda yovvoyi bir nur bor edi. Bir necha soniyadan keyin Dilnoza dushdan chiqdi. U xalatga o'rangan, yuzi tiniqlashgan edi. "Voy, sen hali ham shu yerdamisan? Sochingni quritib bo'ldingmi?" deb so'radi u beparvo. Men unga qaradim. U hech narsani bilmasdi. Uning eri hozirgina shu yerda men bilan nimalar qilganini xayoliga ham keltirmasdi. "Ha, quritayapman", dedim zo'rg'a. Ovozim o'zimga begona tuyuldi. O'sha kecha men mehmonxonadagi divanda yotdim. Uxlay olmadim. Tanadagi hislar, vijdon azobi va qo'rquv meni tinch qo'ymasdi. Ertalab tong otganda men sekin narsalarimni yig'ishtirdim va Dilnoza uyg'onmasdan uydan chiqib ketdim. Stol ustiga qisqa xat yozib qoldirdim: "Rahmat hammasi uchun. Men ketdim. Hozir." Oradan vaqt o'tdi. Men yana o'sha eski hayotimga qaytdim. Ijara sarsonman. Lekin o'sha tun, u mening xotiramda mangu muhrlanib qoldi. Men dugonamning yuziga qanday qarayman? Bilmayman. Bu voqea menga bir narsani o'rgatdi. Inson har doim ham o'zini nazorat qila olmas ekan. Ba'zan sharoit, yolg'izlik va bir lahzalik zaiflik bizni shunday jar yoqasiga olib keladiki, undan qaytishning iloji bo'lmaydi. Bu mening sirim. Bu mening gunohim. Va bu mening eng shirin xatoim. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Siz hech qachon shaytonning farishta niqobida kelishini ko'rganmisiz? Men ko'rdim. O'sha kuni, o'sha jazirama tush paytida begona eshikni taqillatganimda, men o'z taqdirimni, o'z oilamni, o'z borlig'imni qimorga tikayotganimni bilmasdim. U ayolning tabassumi, dasturxoni, ochiq-sochiq kiyimi. Bularning barchasi shunchaki tuzoqning bezagi ekan. Men bir lahzalik nafs deb bir umrlik baxtimni yoqib yubordim. Endi menda na uy bor, na oila, na halovat.
Bu hikoya xiyonat haqida emas, bu erkak kishining bir lahzalik zaifligi qanday qilib uni tubsizlikka uloqtirishi mumkinligi haqidagi achchiq haqiqatdir. Tinglang va ibrat oling. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim yo'q. Aniqrog'i, hozir bor yo'g'i xoin, ahmoq, yutqazgan odam degan ismlarim qoldi. Yoshim 34 ta. Lekin ko'zlarimga qarasangiz, 50 yoshli odamning charchog'ini ko'rasiz. Bugun sizga aytib beradiganlarim shunchaki hikoya emas. Bu mening tavbam. Bu mening ogohlantirishim. Ayniqsa o'g'il bolalar, yigitlar, oila boshliqlari. Meni diqqat bilan eshiting. Chunki shaytonning tuzog'i har doim ham qo'rqinchli bo'lmaydi. Ba'zan u shunday shirin, shunday jozibali bo'ladiki, siz o'zingizni qanday qilib jarlik yoqasida turganingizni sezmay qolasiz. Keling, hammasini boshidan boshlayman. Yangi uylangan paytlarim. Yosh edim, g'ururim osmon edi. Lekin cho'ntak bo'sh. To'ydan keyin qarzga botdik. Qarz bu erkak kishining bo'ynidagi eng og'ir zanjir ekan. Ilojsizlikdan yosh kelinchagimni, endigina qurilgan issiq uyimni tashlab Rossiyaga, sovuq o'lkalarga ishga ketdim. O'sha paytda mahallamizdagi tengdoshlarim xotinlari bilan yetaklashib baxtli yurishardi. Men vagonlarda, qurilishlarda loy kechib yurardim. Birinchi farzandim. Qizalog'im men o'sha yoqlarda yurganimda dunyoga keldi. Uning ilk yig'isini, ilk kulgusini ko'rolmadim. Telefonda xotinimning qizli bo'ldik degan yig'lamsiragan ovozini eshitib, men ham yigit boshim bilan yig'laganman. Musofirlik. Noni qattiq ekan. Och qoldim, ko'chada qoldim. Oylab ishlaganimdan keyin pul yo'q deb haydagan xo'jayinlar ham bo'ldi. Lekin tishimni tishimga qo'yib, qarzni uzish uchun ishladim. Qaytib kelganimda qizim 1,5 yoshda edi. Eng alam qilgani nima bilasizmi? Qizim meni tanimadi. Dada deb bag'rimga otilmadi. 2 hafta mendan qochib yotsirab yurdi. O'z bolang seni begona deb bilsa, bu og'riqni faqat boshidan o'tkazgan biladi. O'shanda qasam ichdim, bo'ldi. Boshqa hech qayerga ketmayman. Nima bo'lsa ham oilamning oldida, o'z vatanimda bo'laman. Lekin vatanimda ham rizqimni topish oson bo'lmadi. Ustachilik qildim, bozorga chiqdim, mol olib sotdim. Qilmagan ishim qolmadi. Bu orada yana 2 ta farzandli bo'ldik. Oila kattalashdi, xarajatlar ortdi. Har kuni kechqurun yotish oldidan ertaga nima qilaman? Bolalarimga nima yediraman degan o'y miyamni kemirardi. Bu o'ylar meni o'zgartirdi. Jahldor, asabiy bo'lib qoldim. Xotinim bilan tez-tez urushadigan, arzimas narsaga baqiradigan bo'lib qoldim. U bechora ham charchagandi, lekin men buni ko'rmasdim. Men faqat o'z muammolarim bilan band edim. Oxiri ming azob bilan bir ish topdim. Chiroqchilik. Elektr hisoblagichlarni tekshirish, ko'rsatkichlarni yozib yurish. Maosh unchalik katta emas, lekin har holda tayinli ish deb xursand bo'ldim. Lekin bu ish meni ko'p xonadonlarga, ko'p taqdirlarga guvoh qildi. Ishim ertalabdan kechgacha davom etardi. Tik oyoqda, uyma-uy, qavatma-qavat. Kechqurun oyoqlarim zirqirab og'rirdi. Uyda yana janjal. Bir kuni xotinim bilan qattiq aytishib qoldik. Sabr kosam to'lib unga qo'l ko'tardim. Birinchi marta. U yig'lab bolalarni oldida onasining uyiga ketib qoldi. Ketsa ketaversin, o'zi qaytib keladi deb o'yladim g'ururimga sig'inib. Orqasidan bormadim. Uyda yolg'iz qoldim. Mana shu yolg'izlik, bu bo'shliq, bu erkak kishi uchun eng katta dushman ekan. 10 kun o'tdi. Men ertalab chiqib ketaman, kechasi kelib muzdek uyda bir o'zim yotaman. Ovqat yo'q, choy yo'q, bolalarning kulgusi yo'q. Faqat 4 devor va men. Hamma narsadan ko'nglim sovib, dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib yurgan paytlarim edi. Ayni yoz chillasi. Kun qizdiryapti. Tush payti. Qornim och, chanqaganman. Ko'p qavatli uylardan birida yuribman. Bir xonadonning qo'ng'irog'ini bosdim. Eshik ochildi.
Ostonada yoshgina 24-25 yoshlar atrofida husni oydek bir qiz paydo bo'ldi. Uning ustida yubka deyarli shaffof oppoq xalat bor edi. Xalat uning oppoq sonlarini zo'rg'a yopib turardi. Men bir muddat gangib qoldim. Ko'zimni qayerga olib qochishni bilmay qoldim. "Keling, nima xizmat?" deb so'radi u muloyim ovozda. Men tilim aylanmay chiroqchilardan